Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktorim kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Bugungi mavzu issiq kunlarda tursiy kiyish yoki kiymaslik haqida bo'lib o'tadi. Ana unda biz boshladik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, tursiy kiyish yoki kiymaslik haqida to'liq bilib olasiz va undan tashqari bo'layotgan holatlarda ko'rgan videongizni aql tarozingizga qo'yib, kerakli joyini o'zingiz uchun olib qolasiz. Xo'p, bugungi mavzu tursiy kiyish, ya'ni tursiyni qanaqa turda kiyish kerak, qay holatlarda kiyish kerak, mana bunday issiq kunlarda tursiy kiyish kerakmi, lekin qo'l tursiy kiyib yurish foyda yoki zarari haqida. Birinchi aytadigan narsam, kunlar isishi bilan insonlar chof oralig'i terlashlari yoki bo'lmasam chof oraliqlari terlab keyin qurishi oqibatida har xil hid kelishiga shikoyat qiladi. Azizlar, arablarga nazar soladigan bo'lsak, 15 gradusdan yuqori holatlarda arablar tursiy kiymas ekan. Men ham buni yaqinda bildim. Siz bu haqida bilarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz arab mamlakatiga sayohatga borganimizda arablar quyidagicha bizga naql qildi. Kunlar isishi bilan chov oralig'ida havo almashishi, havo aylanishi qiyin bo'lib qoladi. Bu haqiqat. Sababini hozir men tushuntirib o'taman. Endi undan tashqari prostata bezi dimlanishi. Aytgancha juda ko'pchilik bilgan yoki bilmagan ma'lumot, chov oralig'larining gradusi 33-34 gradus bo'ladi. Jinsiy aloqa vaqti 36-37 gacha ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun jinsiy aloqa tugagach insonlar cho'milishga shoshilmaslik kerak. Ya'ni chov oralig'lari va prostata bezi mayaklar sovishini kutish kerak. Chunki jinsiy aloqada asosiy qatnashadigan organlar bu polovoy chlen, prostata bezi va mayaklar hisoblanib qolgan organlar ularga yordamchi sifatida ishlashadi. Endi siz tursiy kiyganingiz oqibatida o'z tashqaridagi 15 gradus, ya'ni 20, 18 xullas kunlar isishi bilan tursiy kiymaslikni maslahat beraman. To'g'ri, shim yoki shalvarlardan udobli bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ichki ko'rinishi mumkin. Iloji boricha to'qroq yoki bo'lmasam o'sha ichki ko'rinmaydigan ustboshlardan foydalanadi. Juda ko'pchilik umraga borgan birodarlarimiz biladi, hattoki umraga o'rab chiqadigan matoylarni ham tursiysiz kiyasizlar. Shuning uchun birinchi o'rinda tursiylar juda ko'pchiligi sintetika, bu havo o'tkazmaydi. Ikkinchi o'rinda HB deb sotilgan tursiyni ham tarkibida albatta sintetika moddasi bor. Sintetika moddasi havo o'tkazishi qiyinroq va chov oraliqlarini doim dimlaydi. Bundan tashqarida havo itak 18-20 gradusga yetgandan keyin siz tursiy kiyasiz, tursiy ustidan biror shim yoki buryuk yoki bo'lmasam shalvar yoki shu kabi triko biror narsa kiyasiz. Shuni kiyish oqibatida ham albatta 2 barobar ko'proq havo o'tkazishni pasaytirasiz. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, bu neudobni, men g'ashim keladi boshqa. 3 kundan bir haftagacha shunaqa g'ashingiz kelib boshqa bo'lishi mumkin, lekin 3 kundan bir haftagacha oraliqdan keyin birinchi o'rinda chof oralarida qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi o'rinda chof oralari tellamaydi. Bu prostata bezi yoki prostatit kasalligiga olib kelmaydi. Sababi qizib turib tellagan joy tursiyni ho'l qiladi va siz nam tursiy bilan qanchadir vaqt yurasiz. Uchinchisi, sintetik mahsulotlar hech qachon insonga foyda keltirmagan. Bu haqida YouTube'da yoki bo'lmasam internet olamida olimlarning qilgan xulosalari va bergan takliflari bor. Uchinchi o'rinda, tursiksiz yurish bu jinsiy aloqani sifatiga, erektil disfunksiya va olatda havoda va qon aylanishini yaxshi qilish oqibatida, olatni va mayaklarni dimlamasligini oqibatida yaxshi tarafga ta'sir ko'rsatadi. Endi azizlar, sizlar aytishingiz mumkin, men 100% HB tursiy kiyaman, tursiysiz boshqa. Azizlar, tarixga nazar soladigan bo'lsak, ota-bobolarimiz keng bo'lgan shalvarlardan foydalangan. Shu keng bo'lgan shalvarlar ota-bobolarimizni 70 oylar, 80 oylar, 90 oylar tug'ilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun har bir bandani tursiy kiyish yoki kiymaslik o'zini bo'ynida. Lekin meni taklifim tursiksiz hayotga o'rganing. Qish bo'lgandan keyin mayli tursiyga yana qayting, chunki qishda termoregulyatsiyani bir xilda ushlab turadi. Termoregulyatsiya degani o'sha yerdagi issiq yoki sovuqni bir xilda haroratni ushlab turishga yordam beradi. Endi yana tursiyning nima zararlar tarafi bor desanglar, u qisuvchi narsa bo'lib, ya'ni olatning va mayaklarni bunday qisib turadi doim. Bunda qon aylanishi pasayishi mumkin yoki vena qon tomirlarida trombozlar hosil bo'lishi mumkin. Shuning uchun tursiy kiyishdan oldin meni videomni ko'rib, o'zingizni aql tarozingizga qo'yib harakat qilganingiz ma'qul. Tursiylar juda ko'pchilik hozir cho'milish sezon boshlangandan keyin bunda cho'milib bo'lib tursiyni yaxshilab siqib, qoqib kiyib oladilar. Bu noto'g'ri. Azizlar, itak yana qaytaraman chof oraliqlarining harorati 33-34 gradus. Siz uni bir yo'li tushirib berib, bu yerda shamollash qilishingiz mumkin. Siz aytishingiz mumkin, men yoshligimda anaqa shunaqa yuraman, boshqa bordan chiqarmanglar. Sovuq narsa uzoq vaqt tanaga yopishib turgandan keyin albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ana undan keyin sistit kasalligi, prostatit kasalligi yoki shu kabi yoqimsiz kasalliklar. Doimiy sovuq tegish oqibatida mayaklar uzoq vaqt burishib turib, o'zini funksiyasini pasaytirishi mumkin. Bo'lmasam mayaklarda qon aylanishi buzilishi mumkin. Shuning uchun qo'l tursiylar kiymaymiz. Misol uchun cho'milishga bordingizmi, albatta o'zingiz uchun agar siz tursiysiz yura olmaydigan inson bo'lsangiz, qo'shimcha tursiy oling, cho'milib bo'lib chekkaroqqa o'tib, hech kim ko'rmaydigan joyga o'tib, siqib
uni qo'yib quruq tursiyda kiyib oling. Endi tahorat qiladigan akalarimizga keladigan. Tahoratdan keyin mustahab amal chov oraliqlar oladida va orqa proxodni yuvganinglardan keyin albatta uni artib quritinglar. Mehmondorchilikka yoki uzoqroq yo'lga chiqqan bo'lsanglar, har bir tualetlarda tualetni bumaga bo'ladi. Shu tualetni bumagani chap qo'liga urab, chov oraliqlarini artib quriting. Hech qachon muzdek suvda yoki sovuq suvda tahorat olmang. Chunki xalqimizda ibora bor: o'zingga ham zarar yetkazma, birovga ham zarar yetkazma. Zarar yetkazishingiz ertaga sizni har xil yoqimsiz kasalliklarga olib kelishi mumkin. Tursik haqidagi videomiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta buni, ya'ni tursik kiymasdan 3 kundan bir haftagacha yurib ko'rasizlar va sizlar o'zingizlarga kerakli va to'g'ri xulosalarni chiqarasizlar. Chunki tursik kiymagan, hozir mana meni qabulimga kelayotgan insonlarga tursik kiymaslikda siqkular taklif qilyapman. Ular haqiqatan 3 kungacha hijolatli boshqa bo'ldi, shabada tegsa ham g'alati bo'ldi deydi. Lekin keyin yaxshi bo'lib ketdi. Ha, aytgancha azizlar, tursiksiz yursiz o'zidan o'zi holat turib ketmaydi. Naburot, holatda qon aylanishi yaxshi bo'ladi, shabadalaydi, boshqa bo'ladi, dimlanmaydi. Boyaga aytganimizdek, terlab chovaraqlar, sassiq hidlar kelmaydi. Undan tashqari ho'l tursikda, terlab teriga tursikka tekkandan keyin ho'l tursikda yurmaysizlar. Undan tashqari sintetika kiymaysizlar. Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Yana shunaqa videolar bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Keyingi mavzu nima haqida bo'lishi sizga bog'liq. Xayr, sog' va omon bo'ling.